Nima uchun inson bir kunda hech bo'lmasa 15 daqiqa yolg'iz qolishi va hech kim bilan gaplashmasligi muhim? Chunki inson shovqinda eshitmaydi. Chunki inson gapirayotgan payt eshita olmaydi. Keling, sizga hozir aynan psixologiya nima uchun kerak va qachon inson yaratgan zot bilan bog'lana oladi? Ana shu haqida tushuntirib beraman. Biz bilamizki, inson agar o'zini eshita olmasa, agar o'zini tushuna olmasa, tabiiyki u yaratgan zotni hayotida berilayotgan sinovlar, darslar orqali nima demoqchi bo'lganligini tushunmaydi. Inson o'zini tushunmagandan keyin tabiiyki u Alloh taolo bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lana olmaydi. Va inson o'zini eshitishi, o'zini tushunishi uchun u albatta yolg'iz qolishi shart. Men Telegram gruppamda savol berdim. Siz o'zingiz bilan yolg'iz qolasizmi? Misol uchun, hech bo'lmasa uyingizda issiq choy damlab, o'zingiz bilan mazza qilib, hech qanaqa telefon ko'rmasdan, hech qanaqa xabarlarni televizorda ko'rmasdan, hech kim bilan gaplashmagan holda shunchaki sakinatda shu choyingizni mazza qilib icha olasizmi deganimda har xil javoblar keldi. Ya'ni u yerda men bu ma'noni nazarda tutmagan edim. Ya'ni yolg'izlik faqat Allohga xos, farzandlar bu baxt degan gaplarni o'qidim va albatta siz haqsiz. Lekin biz toki o'zimizni eshitishni o'rganmas ekanmiz, biz Allohni bizga nima demoqchi bo'lganligini tushuna olmaymiz. Ya'ni psixologiya bizga nimani o'rgatadi? Psixologiya o'zimiz va undan keyin atrofimizdagi insonlar bilan aloqa o'rnatishi. Ya'ni men nima xohlayapman? Men nima his qilyapman? Nega bu menga og'riq berdi? Va biz toki o'zimizni eshitib, o'zimizni tushunishni o'rganmas ekanmiz, biz qalbimizni eshita olmaymiz. Chunki intuitsiya degan narsa bor. Intuitsiya aslida yaratgan zot qalbimizga solishligi va biz uni kerakli payt, kerakli joyda, kerakli darsni anglab yetishimizga olib keladi. Ya'ni intuitsiya bu tafakkur qilgan holda nega bu vaziyat menga berildi? Yaratgan zot menga shu inson orqali nimani anglashimni xohlayapti, nimani tushunishim kerak? Tushunasizmi? Va toki biz hattoki o'zimizni eshitmas ekanmiz, faqat shovqinda bo'lar ekanmiz. Ya'ni faqat xayollarimiz nima ovqat pishiring, nimaga qo'shnim bunaqa bo'ldi, nima uchun menga mana bunaqa munosabat bo'ldi deb faqat fikrimizni negativ bilan, har xil fikrlar bilan bizga umuman kerakli bo'lmagan ma'lumotlar bilan to'ldirib borayotgan bir paytda bizni qalb va ong ulanishligi, eshitishligi borgan sari uzilib boraveradi aloqa. Va agarda siz Alloh bilan yanada yaqinroq bo'lishni xohlayotgan bo'lsangiz, u holda siz avvalambor o'zingiz bilan, undan keyin atrofingizdagi insonlar bilan munosabatingizni to'g'rilab olishingiz kerak. Agar siz doimiy hayollaringiz, fikrlaringiz faqatgina o'tmishdagi xafagarchiliklar yoki kelajakdagi qo'rquvlar bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, keling oddiy nima uchun hozir yashang deyveraman. Chunki eng bizni hayotimizga zarur bo'lgan narsa bu nafas va nafasni Alloh bizga hozir beryapti. Demak, hozir shukrda bo'lishimiz kerak. Chunki hozir nafasimiz to'xtasa, o'tmishimiz ham, kelajagimiz ham avtomatik yo'qqa aylanadi. Shunday ekan, biz har kuni hech bo'lmaganda 15 daqiqa yolg'iz qolishimiz kerak. Ana o'sha yolg'iz qolganda ham qanaqa yolg'iz qolish kerak? Nimani o'ylash kerak o'sha payt, qanaqa qilib yaratgan zot bilan bog'lanish kerak bular haqida biz siz bilan vebinarimizda 15, 16, 17-iyun kunlari bo'lib o'tadigan bepul vebinarda yanada kengroq gaplashamiz. Lekin siz bugunoq mana shu mani gapirayotgan gaplarimni analiz qilib ko'ring, tafakkur qilib ko'ring va albatta bajarib ko'ring. Hech narsani o'ylamang. Yaxshi yomonga ajratmang. Ya'ni hech narsani baholamang va shunchaki o'zingizga ana o'sha 15 daqiqa tinch qolishga sharoit yaratib bering. Ha, tushunaman, balkim yosh farzandingiz bordir, balkim uy ishlaringiz ko'pdir. O'sha paytda farzandingiz uxladimi? Bo'ldi. 15 minut
borishingiz ham shart emas hech qayerga, qandaydir kofe ichgani, то есть man kofe ichib yolg'iz qolaman deb aytganman o'zim haqimda. Siz o'sha bolangiz oldida yotgan joyingizda shunchaki hech narsani baholamasdan, hech narsani o'ylamasdan miyangizni o'chirishga harakat qiling va buni odatga aylantiring. Ishoning, vaqt o'tadi va sizni ichingizdan ovoz kelib boshlaydi. Mana shunaqa qil. Mana bu yerga bor, bu inson bilan gaplash. Hattoki hayotingizda shunaqa insonlar paydo bo'ladiki, o'zingiz bilmay qolasiz qanaqa qilib yangi etapga o'tayotganingizni. Ya'ni Alloh o'zi sababchilarini sizga o'zi yo'naltirib qo'yadi. Lekin bu narsa nega kelavermaydi? Nega maqsadlarimiz amalga oshib borgan sari ortga cho'zilaveradi? Chunki biz so'ramayapmiz emas, biz tinmay so'raymiz. Chunki biz hali unga o'zimiz tayyor emasmiz. Biz hali o'zimizni tushuna olmayapmiz. Qanaqa qilib o'zini eshitmaydigan, o'zini tushuna olmaydigan, hissiyotlarini boshqara olmaydigan inson qanaqa qilib Allohni eshitishi mumkin? Ishoning, siz bora-bora yolg'iz qolishni yaxshi ko'rib qolasiz. Ya'ni misol uchun yugurishga chiqish shart emas deyman men har doim. Shunchaki yuring. Sekindan sal tezroq yuring va o'sha payt yolg'iz qoling va siz bu yolg'izlikka yaxshi ko'rib boshlaysiz. Chunki aynan o'sha paytda siz yaratgan zot bilan bog'lanayotgan bo'lasiz. Va bora-bora men yolg'izlikni yaxshi ko'raman emas, men Alloh bilan qolishni yaxshi ko'raman degan fikrni o'zingizda chuqur anglab yetasiz va bu narsani eng yaxshi vaqti men tavsiya qilamanki, tahajjud namoziga turadigan bo'lsangiz, namozni o'qishingiz bilan darhol yotmang. Chunki aynan o'sha payt yaratgan zot bizga eng yaqin payt bo'ladi va o'shanda hech narsa gapirish shart emas. Chunki u shundoq ham siz nima his qilayotganingizni, siz nimani orzu qilishligingizni siz u mendan yaxshiroq biladi. Siz shunchaki uni eshitishga tayyorligingizni ko'rsating. Shunchaki yig'lagingiz kelsa yig'lang va o'sha payt ichingizdan shu so'zlarni o'tkazing. Allohim, men seni eshitishni xohlayman. Tabiiy yosharish sirlarini o'rganishni xohlasangiz, u holda bepul vebinarimda albatta ishtirok eting. 15, 16, 17 iyun kunlari men sizni bepul vebinarda kutaman. Sog' omon bo'ling.